Rasululloh aytdilar, qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tirsa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tirsa, shularning tarbiyasi bilan jannatda men bilan bo'ladi. Desak, endi kimga aytish mumkin ayollarga? Nima endi uyda o'tirishim kerak, ko'chaga chiqmasdan? Men ham dunyoni ko'rgim keladi, men ham ko'chalarda yurgim keladi. Desa aytamiz, bemalol yuravering. Bemalol yuravering, ko'chalarda gezing. Yana kimlargadir o'xshamoqchi bo'lsangiz, o'shalarga. Eng yaqin inson sizga bu ayolingiz. Payg'ambarimiz aytadilar, akrimun nisa. Ayollarga ikrom ko'rsatinglar. Fa vallohi ma akramahunna illa karim. Allohga qasam, ayollarga faqat karim inson ikrom ko'rsatadi. Va ma ahanahunna illa laim. Faqat pastkash, razil insongina ayollarni xor qiladi. Ayolingiz, juftingiz, turmush o'rtog'ingiz sizga yaxshi yomon kuningizda sizga bir sherik bo'lgan, boringizda yo'g'ingizda sabr qilib yoningizda turgan, sizni yumshoq muomalangizga eng haqli odam mana shu ayolingiz bo'ladi.